Assalomu alaykum kuzatib boruvchilar. Bugungi bayramimizda xalqlar do'stligi bayrami munosabati bilan ajoyib do'stlarimiz tashrif buyurishgan. Pokistondan do'stimiz hamda Hindistondan do'stim. What is your name, my friend? My name is Ranveer Khan. Where are you from? I'm from Kashmir, Pakistan. Pokistondan Kashmirdan ekanlar mehmonimiz. And you? I'm from India, Kashmir. My name is Muhammad Zaman. Muhammad Zaman. Mana yigitlarimiz bugun ashlayotgani kelishibdi. O'zligini bir mahoratlarini ko'rsatishadi, xudo xolasa. Bizlar kuzatishda davom eting, ko'rsatib boramiz. Rahmat. Hammalarga yaxshi kayfiyat. Yaxshimi? Xudo xolasa bugun sizlarning xizmatingizda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Ravshan Komilovning shogirdlari xonanda Nihol davlat mukofoti sovrindori Kamina Kamtarin Zohidjon Muhammad Iso bugun xudo xolasa xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan siz aziz dam olishlarni ko'ngillaringlarni ham, duolaringlarni ham olib ketmoq uchun chiroyli konsert dasturimiz bilan qadam ranjida ayladik. Ey avval onangga yaxshilik qilib, ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing cho'pirga maydon. Ay, so
Kelsi bağırılsam, angime var da. Qaysi yerdensin? Shimkentdan. Shimkentdan. Inimiz Shimkentdan kelgan ekan. Ulkan o'lkadan biz suyamiz, yaxshi ko'ramiz, bir-birimizni hurmat qilamiz. O'zbekistondan ulkan salom qozoq ba'vrlarimizga, inlarimizga, barlariga. No, ekko men endi o'zbekchadan gapirib o'taman. Mehmonimiz bo'lsa Qozog'istondan kelganlar. O'zing so'ylash, o'zing so'yla. Rahmat. Bari yaxshi qishdi. O'zbek o'z og'am deydi. Rahmat og'am. Bizde böten emas. Sol yaxshi ko'ramiz, silaymiz, hurmatlaymiz. Ata babamız silab hurmatlik degan. Biz qalay silamaymiz, hurmatlaymiz barliqlaringizga. Barchasi uchun rahmat. Rahmat og'a, rahmat. Sizlar kuzatishda davom eting. Bugun xalqlar do'stligi bayrami. Let's everybody clap. Hamma tursin endi. Sizlar keldinglar dam olgani. Tinchliklar, to'ylar bo'lsin. Tinch
yurtga mana shunaqangi bir bayramlar, mana shunaqangi narsalar yarashadi. Haqiqatdan ham hozirgi opamiz, Nargiz opamiz ana shunaqangi Zohidjon aka dam oluvchilar bo'lsa bir pozitiv kayfiyat bo'ladi-da, zo'r bo'ladi. Endi bu yigitlar qadrdon do'stlarimiz, akalarimizni talabiga binoan qolaversa, bizni Pastdarg'om tumanimizda madaniyat ishlar bo'yicha hokimimizni birinchi muavini meni qadrdon do'stim Farruxjon o'zi ashula aytmayman degan edim, lekin juda qattiq qo'ymadi. Shuning uchun siz xalaqizlar uchun qolaversa, Xorazmdan ham kelgan mehmonlarimiz bor. Mana qadrdon do'stimiz Samarqandga 3-4 marta birga to'yda bo'lganmiz. Asilbek akam bilan mana onalari o'tiribdi. Iloyim kam bo'lmang, ham shunaqangi farzandlari dunyoga keltirib tarbiyalagan onajon, yuzlarga kiring deymiz. Mana shu yerdagi go'zal opa-singillarimiz, onajonlarimiz uchun mana shu ashulamiz. Marhamat. Jahon ichida paydo shu fariza salda ana ishki boshima kulfati savdo ana faryod motor deb qo'ysangiz bo'ldi. Bizni mana shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan mana shu Umid Gulshana sanatoriyasining jamoasi, mana shu jamoaga kiruvchi mana shu yerda madaniyat xodimi, mana qadrdon do'stim Zohidjon Gasanovga ham bitta guldiroz qarsaginglarni ayamasdan rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Hammani Alloh taolo o'ylagan niyatiga yetsin. Umid Gulshana mudrab yotgan, uxlab yotgan qalblariga umid uchqunini ulashishdan hech qachon charchamasin. O'g'il so'raganlarga polvon o'g'il, qiz so'raganlarga soliha qizlar nasib etsin. Beshiklarda allalar aytish barcha opa-singillarimizga nasib etsin. Onalik baxti hamma ayollarga, opa-singillarga nasib etsin deganlar bitta qarsaginglarni qattiqroq chalib taslar. Har xonadonda to'y, yaxshi kunlar bo'lsin, yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.